Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan Lasonfx. Bugun sizlar bilan birgalikda Tilloda savdo qilib ko'ramiz. Hozir holatni ko'radigan bo'lsak, bizda maksimumlarda order blok shakllangan hamda minimumimiz yangilangan holatda. Vashington selga harakat qilsak bo'ladi. Hop, 5 объемda selga kiriladi. Bu lot bilan adashtirib olmanglar. Bu ikkalasi har xil объем beradi. 5 объем bilan kirganimizda riskimni $23 ga qo'yaman. Hamda take profitni $65 ga qo'yaman. Sababi bu yerda ichki likvidlar yakunlangan joyi bor. Hamda mana shu likvidlarni yechgani tushishi mumkin. Xo'p, shunday qilib savdoni endi sabr bilan kutamiz. Hozir take profitchi va xuddi shunday qilib take profit bilan yakunladik. Keyingi savdolarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta podpiska knopkasini bosib qo'yinglar.